Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun biz O'zbekiston elektromobil bozorida o'z o'rniga ega bo'lib borayotgan 100% toza elektrda yuradigan Chang'an UNI crossoverini batafsil test qilib, uning komplektatsiyalarini tahlil qilamiz. Avtomobil o'lchamlari bilan o'zini sinfdoshlari orasida ajralib turadi. Lekin uning o'lchamlariga bir e'tibor bering. Clearance 170 mm. G'ildiraklar bazasi 2735 mm bo'lib, u deyarli D klass sedanlariga yaqin. Chang'an UNI crossover sifatida taqdim qilinishiga qaramasdan, injenerlar g'ildiraklar bazasini maksimal kuzov chetiga yaqinlashtirgan. Bu esa yo'lovchiga keng salonda qulay ketishni ta'minlaydi. Chang'an UNI toza elektromobil bo'lgani uchun, uning old qismi an'anaviy panjaralarsiz, silliq va zamonaviy uslubda ishlangan. 17-o'lchamdagi disklar va agressiv chiroqlari unga alohida salobat bag'ishlaydi. Natijada siz ixcham crossover narxiga undan ancha yirik, shinam va zamonaviy elektromobilni qo'lga kiritasiz. Biz mashinani shunchaki shaharda haydab ko'rmasdan, real uzoq masofada ham sinab ko'rdik. Avtomobil 100% to'liq zaryadlanganda ekranda 460 km yurish zaxirasini ko'rsatdi. Va biz Toshkent shahridan yo'lga chiqdik. Yo'nalishimiz Toshkentdan Qamchiq dovoni orqali vodiy tomonga bo'ldi. Tog'ga ko'tarilishda energiya sarfi ortishi tabiiy, lekin eng muhim holat pastga tushishda yuz berdi. Elektromobilning aqlli rekuperatsiya tizimi pastlikka tushishda samarali ishladi. Bunda siz gaz pedalidan oyog'ingizni olsangiz, mashina o'zi yumshoq tormozlanib, batareyani yo'l-yo'lakay qayta quvvatlab boradi. Tormozlanish va kinetik energiya evaziga batareya yo'lda qayta quvvatlanib, masofani uzaytirib berdi. Misol uchun, dovondan tushishda avtomobil zaxirasiga taxminan 20 km qo'shildi. Natijada Toshkentdan chiqib, vodiyga kirib, 40 km atrofida yurib, zaryadlashga to'xtaganimizda jami 270 km yo'l bosib o'tilgan va ekranda hali 130 km zaxira bor edi. Bu shuni ko'rsatadiki, real O'zbekiston sharoitida tog' yo'llari va dovonlarni bosib o'tganda ham mashina bir zaryadda bemalol 400 km dan ortiq masofani bosib o'ta oladi. Eslatib o'taman, biz shahardan chiqqandan keyin iqlim nazoratini yoqib qo'ygan edik. Aytib o'tganimdek, mashinada 130 km zaxira qolganda DC stansiyada zaryadlashga qo'ydik. Bu yerda litiy temir fosfatli batareyalarning o'ziga xos zaryadlash algoritmini ko'rish mumkin. E'tibor bering. Akkumulyatorning zaryad darajasi past bo'lganda avtomobil stansiyadan maksimal yuqori quvvat va kuchlanish tortadi. Shuning uchun 30% dan 80% gacha bo'lgan oraliq juda tez, atigi 15-20 daqiqa ichida to'ladi. Albatta, bu tezlik zaryadlash stansiyasini parametrlaridan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Batareya zaryadi 80 va 90% dan oshgach, avtomobilning aqlli BMS tizimi elementlarni qisib ketishdan va degradatsiyadan asrash uchun qabul qilinayotgan quvvat va kuchlanishni avtomatik pasaytiradi. Bu batareyani uzoq yillar xizmat qilishi va o'z resursini saqlab qolish uchun zarur hisoblanadi. Chang'an ushbu modelga dunyodagi eng yetakchi brend CATL kompaniyasining litiy temir fosfatli batareyalarini o'rnatgan. CATL hozirgi kunda elektromobillar uchun akkumulyator ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi birinchi o'rinda turadigan kompaniya hisoblanadi. Sodda qilib aytsam, dunyodagi umumiy elektromobil batareyalarining 35-40% ularga tegishli. Bu taxminan har 4 ta elektromobildan bittasida aynan CATL kompaniyasiga tegishli batareya o'rnatilgan degani. Yana bir e'tiborga loyiq tarafi batareyaning resursi taxminan 2000-3000 siklgacha boradi. Tasavvur qiling, batareya 10 yildan oshiq xizmat qila oladi. Quyidagi siz ko'rib turgan lavhada brendning nufuzli mijozlari bilan tanishsangiz bo'ladi. Komplektatsiyasiga qarab, Chang'anda batareya sig'imi 40.3 kWh, zaxirasi 405 km gacha yoki 51.9 kWh, zaxirasi 506 km. Kapot ostiga qaraganingizda Chang'an muhandislarining sifatga bo'lgan yondashuvini ko'rasiz. Motor bo'limi to'liq shovqin izolyatsiyasi bilan qoplangan va elektromotor maxsus himoya g'ilofi ichida yashirilgan. Avtomobilda 120 kilovatli, ya'ni 163 ot kuchi va 190 Nm aylanish momentiga ega elektromotor joylashganini ko'rasiz. Ushbu agregat crossoverni 8.2 soniyada 100 km/s tezlikka olib chiqadi. Avtomobilning maksimal tezligi 160 km ni tashkil etadi. Bu ham energetik samaradorlikni saqlash, ham yo'llardagi xavfsizlik uchun optimal ravishda cheklangan.
Mashina tagida esa old bamperdan orqa bampergacha to'liq aerodinamik muhofaza panellari bor. Bu nafaqat salondagi shovqinni keskin kamaytiradi, balki pastki qismni chang, suv va mayda tosh zarbalaridan asraydi. Old bamperda esa batareyani sovutish va havo qarshiligini kamaytirish uchun avtomatik ochiladigan jalyuzi o'rnatilgan. Endi e'tiboringizni salonga qaratamiz. Rul orqasidagi Mercedes uslubidagi rul osti selektori evaziga markaziy konsolda ulkan joy bo'sh qoldirilgan. Salonda ikki xil o'lchamdagi displey mavjud. 12 dyuymli uskunalar paneli old oynaga yaqinlashtirilgan bo'lib, rul uni zarracha ham to'sib qo'ymaydi. Markazda esa tezkor protsessorga ega ulkan 14.6 dyuymli planshet joylashgan. Endi sizlar bilan Comfort va Tech komplektatsiyalarini asosiy farqlarini ko'rib chiqamiz. Comfort versiyada simsiz zaryadka yo'q. Tech pozitsiyasida esa 50 Watt quvvatli simsiz zaryadlash paneli mavjud va u telefon qizib ketmasligi uchun maxsus havo deflektori bilan jihozlangan. Tashqi ko'rinishi bo'yicha Comfort versiyasida lyuk yo'q. Yukxona eshigi bo'lsa qo'lda ochiladi. Tech versiyasida ulkan panoramali shisha tom. Yukxona eshigini elektr yuritmasi, yomg'ir sensorlari va uzoqni yorituvchi chiroqni avtomatik boshqaruvchi assistent mavjud. Interyer va xavfsizlik borasida Comfortda o'rindiqlar qo'lda sozlanadi va salonda 4 ta dinamik bor. Tech pozitsiyasida haydovchi o'rindig'ini 6 xil yo'nalishli elektr sozlanishi, isitilishi, ventilyatsiyasi, old yo'lovchi o'rindig'ining 4 xil yo'nalishli elektr sozlanishi, 8 ta dinamik, 256 xil rangli atmosfera yoritgichi hamda yon parda tipidagi xavfsizlik yostiqchalari mavjud. Asosiy vizual farqni esdan chiqarmaymiz. Tech komplektatsiyasi panoramik tom bilan jihozlanadi. Bundan tashqari eng katta farq xavfsizlik tizimlarida. Comfort pozitsiyasida faqat oddiy cruise control bo'lsa, Tech versiyasida to'liq aqlli xavfsizlik majmuasi bor. Ya'ni mashina oldindagi mashinaga qarab tezlikni o'zi moslaydi. Xavf tug'ilganda avtomatik tormoz beradi. Yo'lakdan chiqib ketmaslik uchun rulni o'zi to'g'irlaydi. Ko'rinma zonalarini kuzatadi. Va orqaga harakatlanganda kutilmagan to'siq chiqsa, o'zi to'xtaydi. Parkovka qilishda va tor yo'llarda sizga 540 gradusli ilg'or kamera tizimi yordam beradi. Bu oddiy 360 kamera emas, balki shaffof shassi funksiyasi hamdir. Ya'ni ekranda g'ildiraklar va mashina tagidagi barcha chuqurlik va toshlarni yaqqol ko'rib turasiz. Bugungi kunda O'zbekiston bo'ylab elektromobil haydash sezilarli darajada qulaylashgan. Respublika bo'ylab deyarli 1,5 mingdan ortiq zaryadlash nuqtalari mavjud. Ularning eng yuqori zichilligi Toshkent shahri, Toshkent viloyati hamda Vodiy va Samarqand yo'nalishlaridagi asosiy yo'llarga to'g'ri keladi. Yo'lda harakatlanganda Tokbor, Spectre, Megawatt, Green Car, Karvon kabi mobil ilovalar orqali istalgan hududdagi stansiyalarning bo'shligini va quvvatini oldindan ko'rib, marshrutni rejalashtirishingiz mumkin. Chang'an Yunyi elektromobili bu real hayotda uzoq masofali dovon tog'li yo'llarda o'zini 400 kilometrdan oshiq masofani bosib o'tishini isbotlagan, xavfsiz va juda shinam. Ta'kidlash joizki, juda yaxshi boshqaruvga ega crossover hisoblanadi. Avtomobilni sotib olganingizda rasmiy diler tomonidan avtomobilga 5 yil yoki 150 ming kilometr, batareyasiga 8 yil yoki 160 ming kilometr to'liq rasmiy kafolat beriladi. Sizlarga aytib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.